Barchalarga assalomu alaykum o'zbek media obunachilari. Bormisizlar, joninglar sog'mi? Xudo xohlasa bugun 22-iyun va sizlarni ko'p kuttirmagan holda yana bitta vlog olishga qaror qildim. Va bugun men Drujba tarafga ish bo'yicha ketyapman. Endi videoni davomi qanaqa bo'ladi ochig'i bilmadim. Lekin qo'ldan kelgancha qiziqarliroq qilishga harakat qilamiz. Balki lekin bu video juda ham kichkinaroq bo'lishi mumkin. Hop, bu yoq tarafimiz U Tower va mana bu o'tgan taraf xullas Drujba metroga qarab ketyapman. Sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan gaplarimiz juda ham ko'p. Ayrim proyektlar haqida gaplashishimiz kerak. Ya'ni men aytib o'taman deganman, shu narsalar haqida aytib o'tishim kerak. Va xursand bo'layotgan narsam endi o'zimga tiniq ko'rinyapti. Sizlarga bilmadim. Aytgancha orada video ozginaga to'xtadi va men nima demoqchiligimni topdim. Xullas, mana sizlarning yordaminglar bilan Allohga shukr biza va nihoyat 10 mingtaga yetish arafasidamiz Xudo xolasa. Lekin bu narsaga mana 2020-yil boshlangan bo'lsa 5 yil vaqt ketdi va yana har doimgidek videolar to'xtab qolib, shunaqa bo'lganligi sababli obunachilar kelishi juda ham sekinlab qoldi. Va lekin mana biz bu narsani deyarli uddalayapmiz. Oxirgi marta ko'rganimda 9910 ta edi. Xudo xolasa yana 90 ta kelsa, shu bilan 10 mingta obunachiga yetamiz do'stlar. Keyin kecha Instagramda video ko'rdim va videoda aytilyapti. Men u videoni oldin ham ko'rgandim, lekin haqiqatda buni tasdig'ini topdi. Ya'ni odamlar o'zini videoga olib, o'zini bilimlaridan, ya'ni boshqa narsalardan video joylab pul ishlayapti va u obunachilarga qarab aytyapti. Ya'ni va boshqa ijtimoiy tarmoq vakillariga qarab aytyapti. Nima uchun sen ishlamasliging kerak? Nima uchun o'zingni videoga olishdan uyalishing kerak? Xolos mana shunaqa bir motivatsion gaplar aytyapti. Va bu narsani men 100% to'g'ri deb bilaman. Shu narsani yo'qotish uchun ham men video syomka qilaman. Ya'ni qanaqa o'ylayotgan, xijolatli yoki-da ommaning ichida o'zingni tutsa bilishing uchun, ichingdagilarni bemalol aytishing uchun yoki-da uyalmasdan ommaning ichida gapirishing uchun mana shunaqa etaplarni bosib o'tishga majbursan. Boshida menda ham bo'lgan, keyin noto'g'rimikan, bunaqamikan degan narsalar bo'lgan, lekin bu narsaga уже absolyutno yakun yasaganman, Allohga shukr. Ya'ni sanda hech qanaqangi kulishga sabab bo'lmasa, ya'ni bir o't kir yo'q bu yoq bo'lmasa bo'ldi. Sen обычный holatingdan hech qachon uyalmasliging kerak. Hech qanaqa ortiqcha kuladigan narsa yo'q va kamera bilan shundoq odam bilan qanaqa gaplashganda kamera bilan hech qanaqa xijolatsiz gaplashaverish kerak. Bu kamera yeb qo'ymaydi va ayrim joylarni, masalan, agar hozir telefon tushib ketadigan bo'lsa, men bu joyini kesib qaytadan joylashim mumkin. Shunaqa. Va men harakat qilaman maksimum yana odamlarning ichida vlog olib yurishga. Даже mana shu holat ham kim uchundir endi yangi boshlayotganlar uchun qiyin. Mana shu holat ham oddiy ko'chada o'zini syomka qilib ketsam kim uchundir qiyin. Lekin uddalasa bo'ladigan mashg'ulot ana bo'lmasa. Bizda shoh chiqib ketdi, tepadan yo'limga tushdi. Xullas shunaqa. Bugungi vlog mana shunaqa bo'ldi. 2 minut 40 sekund bo'ladigan bo'lsa, undan oldin 1 minut oldin, где-то 3 minut 4 minutlik video bo'libdi. Xo'sh, do'stlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Qanaqa video chiqarish kerakligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Eng muhimi podpishka uchun rahmat. Biz uddaladik. Allohga shukr. 10 mingta podpishchik. Bu hali boshlanishi, xudo xolsa sizlar bilan hali millionlarga yetamiz. Kuzatib boringlar, charchamanglar. Rahmat.